So'nggi haftalarda Yevropa yana misli ko'rilmagan jazirama ta'siriga tushdi. Ispaniya, Fransiya, Italiya, Portugaliya va Germaniyaning qator hududlarida havo harorati 45 darajadan oshdi. Ayrim mamlakatlarda maktablar vaqtincha yopildi. O'rmon yong'inlari kuchaydi. Elektr energiyasi iste'moli rekord darajaga chiqdi. Jahon meteorologiya tashkiloti bu holatni oddiy yozgi issiqlik emas, balki iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq navbatdagi jiddiy sinov sifatida baholamoqda. Biz sizlarga bundan oldingi lavhalarimizda Yevropada kuzatilayotgan anomal issiqlik haqida batafsil ma'lumot bergan edik. Bugun biz sizlar bilan Yevropada kuzatilayotgan bunday anomal issiqlik O'zbekistonga ham ta'sir qilishi mumkinmi? O'zbekistonda bu yilgi yoz haqida mutaxassislar qanday fikr bildirmoqda? Yevropadagi anomal issiqlikka nima sabab bo'lmoqda? Kabi bir qator savollarga javob topishga harakat qilamiz. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Yevropadagi jaziramaning asosiy sabablaridan biri atmosfera ustida uzoq muddat saqlanib qolayotgan kuchli yuqori bosim maydoni hisoblanadi. Meteorologiyada bu hodisa issiqlik gumbazi deb ataladi. Bunday sharoitda issiq havo yer yuzasiga yaqin qatlamda qamalib qoladi. Bulutlarning hosil bo'lishi kamayadi va quyosh nurlari yer yuzasini yanada kuchliroq qizdiradi. Natijada harorat ketma-ket bir necha kun, ba'zan esa haftalar davomida me'yordan ancha yuqori bo'lib qoladi. Ammo olimlarning aytishicha, bu hodisani faqat atmosfera jarayonlari bilan izohlab bo'lmaydi. Jahon meteorologiya tashkiloti mutaxassislari bugungi issiqlik to'lqinlarining kuchayishida global iqlim o'zgarishlari hal qiluvchi omil bo'layotganini ta'kidlamoqda. Atmosferada issiqxona gazlari miqdorining ortishi sayyoraning umumiy haroratini oshirmoqda. Natijada ilgari kam uchraydigan rekord issiqliklar bugun tobora tez-tez kuzatilmoqda va yanada kuchliroq kechmoqda. Yana bir muhim hodisalardan biri bu El Nino hodisasidir. Amerika iqlim prognozlari markazining so'nggi axborotiga ko'ra, 2026-yil may oyida El Nino hodisasi boshlanishining birinchi aniq belgilari Tinch okeanida suv haroratining keskin ko'tarilishi qayd etildi. Bu esa sayyoramizda global havo haroratining keyingi oshishiga sabab bo'ladi. O'zi El Nino hodisasi nima degan savol tug'ilishi tabiiy. El Nino Tinch okeanining ekvatorial qismida dengiz suvi haroratining me'yordan yuqori isishi natijasida yuzaga keladigan tabiiy iqlim hodisasi. U dunyoning turli mintaqalarida atmosfera aylanishiga ta'sir ko'rsatib, yog'ingarchilik, harorat va shamol rejimining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Aynan bu holatda tabiiy savol tug'iladi. Yevropadagi bu jazirama O'zbekistonga ham yetib kelishi mumkinmi? Mutaxassislarning izohlashicha, Yevropadagi aynan o'sha issiq havo massasi O'zbekistonga ko'chib kelmaydi. Chunki har bir mintaqaning atmosfera jarayonlari o'ziga xos. Biroq dunyo bo'ylab haroratning oshishi Markaziy Osiyoda ham yozning oldingilariga nisbatan issiq va uzoq davom etishiga olib kelishi mumkin. Shu bois Yevropada kuzatilayotgan rekord jaziramalar O'zbekiston uchun ham muhim ogohlantirish sifatida baholanishi kerak. O'zbekiston iqlimida iyul oyi yilning eng issiq oyi hisoblanadi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, kuzatuvlarning barcha yillari davomida iyul oyida qayd etilgan eng yuqori harorat respublikaning aksariyat hududlarida +42, +45 darajani, shimoliy, janubiy va cho'l hududlarida esa +47, +50 darajani tashkil etgan. Biroq mutaxassislar ta'kidlashicha, kuchli issiqning xavfi faqat haroratning yuqori bo'lishi bilan emas, balki jaziramaning qancha davom etishi bilan ham belgilanadi. Bu yil iyul-avgust oylarida yurtimizda o'rtacha harorat me'yoriy qiymatlardan 1,52 darajaga, janubda 2,5 darajaga, shimolda va cho'l hududlarida 2,53 darajaga yuqori bo'lishi kutilmoqda. Oyning oxirigacha havo harorati +38 darajadan +43 darajagacha, respublika shimolida, cho'l hududlarida va janubida ba'zi joylarda +45 darajagacha o'zgarib turishi kutilmoqda. Shuningdek, sinoptiklar qayd etishicha, 2005-2015 yillardan boshlab poytaxtda +40 daraja va undan yuqori harorat qayd etiladigan kunlar soni asta-sekin ko'paygan. So'nggi 10 yillikda esa bu o'sish yanada jadallashgan. Eng issiq iyul oylarida vaziyat yanada keskinlashadi. Ayrim yillarda respublikaning katta qismida +40 daraja va undan yuqori harorat 5-12 kun, ba'zi hududlarda 14 kungacha davom etgan. Shu bilan birga O'zbekistonda eng issiq iyul oyi 2019-yilda qayd etilgan. Jumladan Toshkent shahrida o'sha yil ketma-ket 14 kun davomida maksimal havo harorati +40 darajadan yuqori bo'lgan. Anomal issiq kuzatilayotgan kunlarda shifokorlar va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti birinchi navbatda organizmni suvsizlanishdan asrashni tavsiya etadi. Buning uchun chanqashni kutmasdan kun davomida yetarli miqdorda suv ichish muhim. Tarkibida alkogol, kofein yoki shakar miqdori yuqori bo'lgan ichimliklar esa organizmda suyuqlik yo'qotadi
yo'qotilishini tezlashtirishi mumkin. Shu bilan birga imkon qadar kunning eng issiq vaqti soat 11:00 dan 17:00 gacha ochiq havoda uzoq yurmaslik, yengil va och rangli kiyim kiyish, jismoniy zo'riqishni kamaytirish tavsiya etiladi. Ayniqsa bolalar, keksalar va surunkali kasalligi bor insonlar jazirama kunlarda ehtiyot bo'lishi zarur. Mutaxassislar shuningdek, bolalarni yoki uy hayvonlarini yopiq avtomobilda qoldirmaslik kerakligini ham eslatmoqda. Yevropada kuzatilayotgan rekord issiqlik shuni ko'rsatadiki, iqlim o'zgarishlari endi kelajak haqidagi taxmin emas, balki bugungi kunning haqiqatiga aylanmoqda. O'zbekiston ham bu jarayondan chetda emas. Demak, anomal issiqlikni favqulodda hodisa sifatida emas, balki tobora ko'proq uchrayotgan iqlim voqealigi sifatida qabul qilish va unga moslashish bugunning eng muhim vazifalaridan biriga aylanmoqda.